Do'stlar, bugun bizning obzorimizda Kia Bongo elektromobil 2023-yil 8900 Janubiy Koreyada yurgani. Qarang jimligini buni. Jim gaplashamiz, jim obzor qilamiz. Metandan, propandan, umuman yo'qligidan zerikkani uchun mana chidamli elektromobil full keldi. Buni qarang, mana koreyskiy zaryad ham 10% turibdi. Mashinamiz o'ta go'zal holatda. Media yaxshi ko'raman, mana uni qo'yib qo'yib, Sound of Nature qo'yib qo'yamiz. Ana. Живой лес, lively forest. Urta ko'taramiz mana bu yerdan. Sidin обогрев, обдув, rul обогрев, orqa spiral обогрев. İçine qarang, mana o'zini zavodskoy paketlarda turibdi mana. Avtoholdlari bor, probkada zo'r bu. Drive mode, sport rejim, eko rejim, hamma rejimda yuradi. Buni qarang, yangi mashina. 2023-yil 5-oy. Mana qarang mashinani. O'zi ko'pchilik elektromobil olgisi kelyapti-yu, jur'at yetmayapti. Jur'at yetganlar esa yangisidan olaman, deyarli yurmagandan olaman deyishyapti. Mana sizni zakazingiz keldi. Endi bahona ketmaydi. Chizilmagan, qirilmagan, idealniy holatda. Mana qarang, turishini buni 9-10 sekundda 100 ga chiqadi. Svetoforda shunaqa bosadi, bular yo'q bo'lib ketadi. Malibu Premier bilan qo'shadigan mashinalardan hech qayerda nuqson yo'q. Qarang. O'ta chiroyli holatda. Kumho balonlarda registratorlar bor. Mana tovarni tarqatib, pullarni yig'ishtirib, charchaganingizda sidendan tushirib, обогрев, обдув, klimat kontrolini yoqib, prosta mazza qilasiz. Bu Koreya ichki bozor uchun ishlab chiqarilgan, tadbirkorlar uchun maxsus. Buni akkumulyator nechta pul, korobkasi nechta pul, motori nechta pul bilmayman. So'rov 0 ga teng. 0. Ishoning, Koreyadagi tanishlarim jo'natib yuboraylik, sotamiz deyapti. Pul zanit bo'ladi, muzlaydi pul deyapman. Hech kim so'ramaydi. 200 ming yurganlar yo'mki sali tushgani yo'q. Mana bu yerni tegizib beriladi. Ustalarimiz hozir band, birozdan keyin bo'shaganda mana bu yerni tegizib beradi. Bu yer bilan detalga kirmaydi. Orqalari sensor, parktroniklar, zadniy kamera, stop chiroqlari hamma yo'g'i butun. Mana qarang, yukam ortilmagan. Bu tent ishlab chiqaruvchi kompaniyani mashinasi bo'lgan. O'z-o'zidan og'ir yuk ortilmagan. Taglarni qarang. Zapas xod kitobida 220, ishlayapsizmi 220, lekin 300 atrofida 250, 340 oralig'ida yuryapti. Mana bu yerni yo'qiladi, mana bu yerni. Bu zaryad qiladi. O'rtoqlar, kitobida 1 tonnaga 3,5 tonna yuklashadi. Kitobida 1 tonna 200 ga 5-6 tonna yuklashadi. Akkumulyator ham shunaqa ekan. 220 li narsa 250, 350, 320, 300 yuryapti o'rtacha bitta zaryad bilan. Uyda zaryadsangiz 30-40 ming so'm bilan yurib beradi. Mana yo'qligidan zerikkanlar uchun tovar tarqatadigan obunachilarimiz, tadbirkorlar uchun menimcha zo'r tanlov. Bosib o'radigan joti Kia Bongo EV Electric Vehicle, elektr transport vosita degan ma'noni anglatadi. Do'stlar, mashina yoqdimi sizga? Endi narx hammaga qiziq. Narxi $26,300. Oz-moz kam bor. Ma'lumot o'rinda bu mashina Janubiy Koreyada $38,000 atrofida. Tadbirkorlar uchun 50% chegirma subsidiya qilib beradi. Buni zo'rni olaman desangiz ham Koreyadan ola olmaysiz. Taqqi bor subsidiya. Buni olib kelish o'zi bir mahorat bo'lib qoldi. 2024, 25, 26 butunlari endi O'zbekiston kelmaydi. Koreya batamom taqiq qo'ydi. Ulgurib qoling. O'tgan safar qo'yganim 2 kunda sotilgan. Mana ulgura olmay qolganlar uchun zo'r tanlov. Kelasi pulini gaplashamiz. Tamom, boshqa hech qanaqa muammo yo'q. Do'stlar, yerdagi samolyot bu. Osmondagi samolyot esa mana bu. Shu yerga like bosing, obuna bo'lib qo'ying. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qiling. Xudo xolasa, shahringiz ko'chalarida uchib yuradigan mashina, mazza qilib haydaladigan. Like, obuna esdan chiqmasin.